Assalomu alaykum everyone. Bugun birinchi darsimiz sizlar bilan financial accounting darslari birinchi dars va hozir ko'rib chiqamiz. To'liq skrinni share qilaman. Content over the shoulders. Okay, I think that's it. CCA, FH and bizning kitobimiz study text, right? Introduction. F3 F3 o'zi maqsad haqida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Ya'ni financial accounting. Nimaga biz financial accountingni o'qiymiz, right? Uh, ya'ni introduction to financial reporting. Ya'ni nima degani bu? Financial reportingda shu boshida, right? Yana 3 asr desak ham bo'laveradi. An overview of accounting consists of two elements, recording and summarizing, and management accounts and financial statements. We have five financial statements, ya'ni bizda 5 ta financial statements bor va bu haqda ham hali ko'proq gaplashamiz. Okay, o'zi asli financial accounting bilan management accountingni farqi nimada? Bu financial accounting bilib olinglar, bu external userlar uchun. Yes, external users. Bu yana nimaga ishlatish mumkin? Yana ham boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, financial accounting kerak bo'ladi. Asosan recording va classification va individual transactions haqida gapiryapti. Va bu asosan external users. Ya'ni external users kim? External users degani kompaniyaga oid bo'lmagan odamlarni foydalanishi. Ya'ni kimlar bo'lishi mumkin? Tax uchun foydalanishimiz mumkin biz. Right? Yoki mana investorlarga ko'rsatishimiz mumkin. Qanday qilib ko'rsatamiz? Biz har doim annually, ya'ni yil davomida financial statementlar chiqarib boramiz. International accounting standartlar bo'yicha yoki International Financial Reporting Standards bo'yicha. Yana bundan kim foydalanishi mumkin? Bu haqda ham to'liq to'xtalib o'tamiz va management accounting bilan financial accounting farqi nima? Nomida ham o'zi bilinib turibdi. Management accounting ya'ni bu management uchun. Ya'ni financial accounting bizda annually bo'lsa, annually bo'lsa, annually management accounting in demand bo'ladi. Ya'ni qachon so'ralsa o'shanda tayyorlanadi. Yilda 100 marta, xohlasa 365 marta, xohlasa 730 marta ham tayyorlashi mumkin. Bu menejmentni requirementga qarab. Va bunda aniq strategiyalar yoki nimalar berilmagan. Ya'ni qanaqangi strategiya? Masalan, biz gaplashamiz hozir standartlar haqida. Ya'ni IFRS standartlar haqida. Buni xohlaganicha tayyorlaydi management accountantlar. CFO yoki investorlar yoki boshqa strategiyani o'zgartirishi mumkin bo'lgan yoki shu menejmentdagi odamlar tushunarli bo'lishi uchun. Right? Asosan bunda cost haqida, production methodlar haqida va kompaniyani profitability, ya'ni foydaliligini o'lchash uchun ishlatiladi va shu haqda ma'lumotlar beriladi. Okay. Demak, bizda financial statementlar dedik. Financial statementlar nima degani? Financial statements degani bu moliyaviy hisobotlar. Moliyaviy hisobotlarga nima kiradi? Balance sheet deydi. Bunda lekin SECda u statement of financial position nima degani u? Ya'ni kompaniyaning bir kundagi bor narsalari. Nima bor narsalar? Qarzi bo'lishi mumkin, aktivlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ustav kapitali va shunaqangi narsalar. Buni ham inglizchasida hali ko'rib chiqamiz. Yoki profit or loss nomidan ham bilinib turibdi. Statement of profit or loss, ya'ni kompaniyaning qanaqangi darajadagi foyda olayotgani. Shu foydani mana revenuedan boshlab sekin boshlaydi operating expense, ya'ni xarajatlar oxirida net profit qolyaptimi bunda, ya'ni sof foyda qolyaptimi yoki sof ziyon desak ham bo'lsa kerak, ziyon qolyapti, right?
yoki yana nima bo'lishi mumkin? Bizda notes deydi, yana keladi profit or loss, changes in equity bor. E, Changes in equity bu investorlarda qadamlar ham berishi mumkin. Equity degani, yana bu haqda ham to'xtalamiz hali. Shu equitydagi o'zgarishlar. Cash flow bo'lsa bu pul oqimlari. Financial position haqida gaplashdik va notes. Notes nima degani? Har bitta masalan, aniq bo'lmagan holat uchun yoki har bir o'zgarishga nisbatan kompaniya o'zi notlarni berib ketadi. Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Masalan, bizda biz sudga berildik, shu oqibatida 1 million dollarlik bu yil xarajatimiz bor. Masalan, shu ham notesga kiradi. Financial statementlarni ishlatadigan odamlarga investorlar, customers, suppliers, lenders, government, competitors, the public, employees and management kiradi. Nima farqi bor? Investorlarga nimaga kerak? Kompaniyaga pul tiksa arziydimi yo'qmi? Customerlar uchunchi. Masalan, o'sha olayotgan mahsulotni, ya'ni haligi ishonchli kompaniyadan kelyaptimi? Ya'ni butun umr olsa yoki o'sha bu yoqda supplier ham bo'lib qolishi mumkin. Biz ko'rayotgan biznes shu supplier bo'lishga ham arziydimi? Right? Yoki o'zini supplierlari. Bu bilan ko'p uzoq muddatli shartnoma tuza olamizmi? Yoki boshqa kompaniya bilan davom etishimiz kerakmi degan. Lenderlar, ya'ni joyini arenda beradiganlar. Arenda beradiganlar nima? Arenda beradiganlarga ham masalan kvartirada turgan bo'lsa, uzoq muddat arenda to'laydigan kerakda. Ya'ni chunki shu arendatorlar ham masalan ijarachi topgungacha vaqt o'tib ketib qolishi mumkin. Shuni oqibatida pul yo'qotadi. Shuning uchun ularga ham muhim. Government uchun albatta tax uchun kerak. Kompetitorlarga o'zi bilan solishtirish uchun kerak. Ya'ni kim profitableroq, bozorda kim kuchliroq. The public. The public degani endi masalan stakeholderlar bo'lishi mumkin. Uning ichida employee ishchilarga masalan shu joyda men 10 yil ishlay olamanmi? Men ishlayotgan kompaniya yaxshi ketyaptimi? Management endi management. Faqat management bilib olinglar, ular annually financial statementlardan foydalanmaydi. Foydalanishi mumkin, lekin juda ham kam. Ularga no need, chunki ularda management accounting bor o'zi. Management accountantlar tayyorlaydigan statementlar bor. Demak, biz bu haqida gaplashib chiqdik. Endi business entitylar haqida gaplashadigan bo'lsak, sole trader degani bu bir kishilik yakka YTT desak bo'larmikan? Sole trader shu biznes egasi bir kishi bo'ladi va barcha majburiyatlar va hamma ishlar u tomonidan bo'ladi va u ishchi olishi mumkin masalan, right? O'sha yoshligimizda eslaylik, masalan siz novvoyxona ochmoqchisizda hamma narsa o'zingizniki yoki magazin ochmoqchisiz masalan o'zingizni qishlog'ingizda yoki birorta joyda siz sole tradersiz. Ya'ni hamma narsasiga biznes ertaga chiqadigan moliyasi, qarziga hammasiga o'zingiz javob berasiz. Endi partnership sherikchilik. Sole traderdan farqi bu yerda hokim bitta bo'lmaydi. Ya'ni boshliq bitta bo'lmaydi, 2 kishi bo'lishi mumkin, 3 kishi bo'lishi mumkin. Bu yoqda aniq masalan chegara yo'q. Va partnershiplarda ham bilib olinglar, partnershipda ham alohida ikkalasi ham qarzga nisbatan fully liable bo'ladi. Nima degani fully liable degani? Several liable, ya'ni masalan Azim bilan masalan Hakim bor. Azimda uncha boy emas, lekin Hakim juda ham boy. Ikkita biznes boshlashdi, o'sha biznes kasodga uchradi. Azimda masalan to'lashga pul yo'q. O'sha hamma narsasini olib bo'lishdi. Endi Hakimda qolgan masalan. Yoki Hakimni olishlari mumkin hamma biznesda Azimni undirmasdan. Yoki Azim qochib ketib qolsa ham Hakim bo'yinda qolib ketadi. Ya'ni ikkovi ham alohida. Ya bu yoqda masalan 50% men javob beraman biznes qarziga, 50% sen degan narsa yo'q. Qaysi birini bo'yniga tushsa shu olib ketaveradi. Limited liability company. Limited liability company degani bizda o'zimizda MCJ, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat. Nima degani? Mas'uliyati. Nima uchun mas'uliyati cheklangan? Uni biznes o'zini nomidan ish yurita oladi. Ya'ni uni biznesni boshqarib turgan investorlar, uni tepasida o'tirib boshqarayotgan direktorlar biznes uchun javobgar emas. Nima degani? Masalan, Korzinka biznesini olaylik. Masalan, menimcha MCJ hisoblanadi Korzinka va Korzinkaga men pul tikadigan bo'lsam, ertaga Korzinka qanaqadir to'xtab qolsa yoki qarzga botib qolgan bo'lsa, u qarzni men qoplab bermayman. Yoki uni ustida turib boshqarayotgan CEO qoplab bermaydi. Yoki CFO qoplab bermaydi, yoki hech qanaqa direktor yoki boshqa investor qoplab bermaydi. Kim qoplaydi desa, Korzinkani o'zi qoplaydi. Chunki u mas'uliyati cheklangan jamiyat. Ya'ni biznes bilan bu partnership va sole traderda biz biznes va uni egasini alohida ko'rmasak, bu yoqda ular separate bo'ladi. Separate.
Ular separate bo'ladi va ular o'zini nomidan. Korzinka qanday qoplaydi desangiz, korzinkani masalan olayotgan joylar arendatori bor. Ichidagi equity ichida yana qanchadir she'rlar bor. Shularni sotib, oxirida ishi o'sha qarzlarni to'lanmay qolganda qoplaydi. Ha, bo'ldi masalan qarzdan to'lashga aktivi yoki masalan uning ichidagi hamma narsasini sotsa ham qarzdan to'lanmay qoldi. Nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. Hech kimni bo'yniga qolib ketmaydi. Shu tomoni bor. Endi Sole Trader'da yaxshi tomoni va partnership haqida gaplashadigan bo'lsak, eng avvalo masalan partnership va Sole Trader'da nima qilib chiqaylik? Property holding gapti. The property belongs to the company. Property holding, yes. Transferable shares. Comparisons of companies masalan. Property holdingda shu partnershipda ham Sole Trader'da ham o'zini egasiga tegishli bo'ladi. Limited liability companyga hech kimga tegishli bo'lmaydi, faqat kompaniyniki bo'ladi. Transferable shares. Ya'ni limited liability companyda hech qanaqangi masalan kimnidir rozi rizochiligisiz nima qo'shsa bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni ulushingizni boshqasiga o'tkazib bera olasiz degan masalan. Siz o'sha biznesdan chiqmoqchisiz, xohlasangiz o'g'lingizga shu o'zingizni she'rlaringizni berib ketsangiz bo'ladi. She'r nima degani desa aksiya. Partnershipda unaqa emas. Partnershipda kimdir masalan hamma qo'shilishi shart. Ya'ni bor sheriklar yangi sherik olib kirish uchun fikr bitta joydan chiqishi shart. Agar ular qo'shilmasa, ular bu haligi olib kirilmaydi. Endi masalan sudda qanaqa bo'ladi desa, separate legal entities foyda qaraladi, limited liability company. Ya'ni o'sha MTJ o'zi alohida qaraladi, lekin bizdagi partner va sole traderlar alohida emas. Security for loans. Ya'ni qarzlarni to'lash uchun qanaqa bo'ladi? Bu haqda biz gaplashdik. Taxation uchun ham xuddi shunday. Ya'ni kompaniya o'zi alohida shareholderlardan, shuning uchun u o'zi alohida soliqqa tortiladi. Partner va sole traderlar income taxga ham o'z bo'yniga oladi. Xo'p, ana limited liability company mazza ekan. Nimasi minus desa, masalan, ba'zi bir davlatlarda bunga pul olishi mumkin, masalan, limited liability companyga o'tkazish uchun. Bu haqda o'zlaringiz o'qib olasizlar. The framework. Bizda framework degan narsa bor. O'zi masalan IFRS standartlari haqida gaplashadigan bo'lsak, framework degan nima degani desa, o'zi IFRS nima uchun chiqarilgan? Abdulla Aziz salaring IFRS maqsadi masalan 180 ta davlat foydalanadigan bo'lsa, shu 180 ta davlat ichidagi hamma tayyorlaydigan moliyaviy hisobotlar bir xil bo'lsin va eng zo'r usulda tayyorlansin. Chunki IFRS shunaqangi eng yaxshi standartlarda eng zo'r standartlar berishga harakat qiladi. Xo'p, buni yaxshi tomoni nima? Masalan, cross border relationships. Bizda O'zbekistonga qaraydigan bo'lsalaring, O'zbekistonga ko'plab chet el investitsiyalari kiryapti. Oldin kirolmagan, chunki biz IFRSda nima tayyorlamaganmiz, hisobotlarimizni va o'sha hisobotlarni ular o'qish olmagan. Endi sekin-sekin tarjima qilinishni boshlayapti. Sababi O'zbekiston iqtisodiyoti tez o'syapti va unga investorlar kerak. Shuning uchun IFRSga o'tmoqchi O'zbekiston ham. Sabab shu, ya'ni asosiy maqsad nima IFRSda desa, hamma joy bir xil bo'lsin, harmonization deydi. Ya'ni hamma joyda bir xillik nimalar cross border relationshiplarda oshiradi. Nima cross border desa, chegaraviy qo'shnichilikni, masalan, eksport importga foyda keltiradi, investorlarni kirib kelishiga ham foyda keltiradi va bu yoqdan turib boshqa investorlar ham pul tikishi uchun ham oson. Va masalan O'zbekistondagi turib Angliyadagi kompaniyani bir-biri bilan shartnoma qilish ham osonlashtiriladi. Chunki ularda hisobotlari bir xil tilda va bir xil usulda tayyorlangani uchun bir-birini hisobotlarini o'qiy oladi. Bizda conceptual framework degan narsa bor. Conceptual framework nima degani? Conceptual frameworkda shunaqangi o'zini prinsiplar bor va shu prinsiplar asosida biz hisobotlar tayyorlaymiz. Bu framework bizga shuning uchun kerak. Xuddi nima degani? Masalan, tasavvur qilinglar. Bizda masalan qo'limizda nima bor? Xaritami desak bo'ladimi? Yoki yana ham boshqa aytadigan bo'lsak, siz matematikadan misol ishlayotgan paytingiz, masalan, 1 + 2 + 3 + 4 ko'paytirilgan 5 bo'lsa, nechiga teng desak, masalan, sizda aniq qo'lingizda narsa yo'q yoki shunaqangi esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, lekin siz aniq bilasiz, birinchi qo'sh ko'paytiruvchi ishlanadi, keyin
qolgan sonlar qo'shiladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ya'ni sizda o'zingizda prinsip bor shunaqangi narsalar uchun. Teoremalarni bergan desak bo'laveradi. Ya'ni asoslarni bergan, shu asoslar bo'yicha biz hisobotlar tayyorlaymiz. Conceptual frameworkda. Is to assist IAS with development of financial standards, ya'ni o'sha standartlar ham shu asoslar, prinsiplar bo'yicha kelib chiqadi. Va qualitative characteristics bor. Information uchun financial statementlarda o'zini xarakterlari yoki xususiyatlari bor desak bo'laveradi. Fundamental, ya'ni ya majbur bo'lgan o'zini xususiyatlari bu relevance and faithful representation. Relevance nima degani desa, berayotgan bizni informatsiyamiz bog'liq bo'lsin. Masalan, siz kartinka haqida hisobot beryapsizmi? Bugungi kunda shu bugungi kundagi kartinkaga oid bo'lmasin. Havasga oid bo'lsin, havasga oid bo'lmasin. Ya'ni boshqa narsa haqida gapirmaslik. Faithful representation, ya'ni hech qanaqangi manipulyatsiyalardan yoki bir tomon bias bo'lmasin. Right? Enhancing qualitative characteristics bor bizda, ya'ni bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ham majbur emassan deydi-ku, xuddi shunday. Comparability, ya'ni solishtira olaylik. Masalan, solishtirsin hisobotlaringiz. Agar любой kompaniyanikini ochib qaraydigan bo'lsangiz, hisobotlarni oxirgi 2-3 yillikini beradi. Ya'ni ko'rsin o'sha kompaniya yo o'syapti yoki tushyapti degan maqsadni berish kerak. Verifiability degan nima degani? Biz berayotgan har bitta dalilimiz shu boshqa tomonlama, masalan, qoplansin. Verifiabilityni o'zimizda masalan real hayotdan misol keltiradigan bo'lsak, o'rtog'imiz bizga 100 ming so'm pulim bor desa, isbotla desangiz, shundagidan o'sha 100 ming talikni chiqara olsa, bu verify qilyapti. Ya'ni berayotgan informatsiyasini dalil orqali ko'rsatib beryapti. Bu direct verification deydi. Indirect verification bo'lishi mumkin, u katta joylarda ishlatiladi. Masalan, men 200 milliard dollar pulim bor desa o'rtog'ingiz, tasavvur qilinglar. Hozir cho'ntagiga sig'adimi shuncha pul? Yo'q, sig'maydi. Uyga borib bitta ko'rsatishi mumkin. Ya'ni o'sha bitta xonaga taklab qo'ygan pullarni ko'rsatishi mumkin. Yoki yana ham boshqa kompaniyalar tilidan aytadigan bo'lsak, asosan bu skladlarda bo'ladi. Masalan, bizda 100 tonnalik mahsulot bor, masalan, nimadan meva bor, bundan 20 tonna bor, bundan 30 tonna bor, har bittasi narxi bunchadan deydida, ular olib turib sample usulida verify qilishadi. Bu indirect verification. Timeliness degani masalan siz 2025-yilda turibsiz, ma'lumotlaringiz ham 2025-yil uchun tayyorlanishi shart. Understandability degani tushunarli bo'lsin. Ya'ni tushunish uchun odamda masalan accounting knowledge bo'lishi shart emas, basic accounting knowledge bo'lishi kerak degan. Ya'ni hisobotni qiyinlashtirma, lekin qiyinlashtirish uchun bu faithful representation ham unutib qo'ymaslik kerak. Ya'ni biased faithful representation o'zi asli bias bo'lmaslik kerak. Bias degani bir tomon yon bosib yuborish, ya'ni direktorlarni zo'r ish qilyapti degandek ko'rsatmaslik kerak. Yoki xatolar hech qanaqangi bo'lmaslik kerak. Ya'ni free from errors bo'lish kerak. Understandability uchun asosdan savollar beradi. Understandable qilish uchun hisobotlardan ba'zi bir informatsiyalar tushirib qolish mumkinmi? Yo'q, tushirib qolish mumkin emas. Chunki bizda fundamental xususiyatimizga tushmay qolishi mumkin. Mana bu yoqda yaxshilab tushuntirilgan har bir narsa nimaligi. Bu yoqda ham o'qib olsanglar ham bo'laveradi. Endi financial statementlardagi elementlar. Asset degani sizda bor narsa. Sizda nima bo'lsa asset bo'ladi. Masalan, oddiy odam misolida tasavvur qiladigan bo'lsak, uni kiyimi, oyoq kiyimi, telefoni yoki kompaniya misolida aytadigan bo'lsak, uni lizing olgan mana shu joyi yoki birorta joyda masalan kiritib qo'ygan investitsiyasi hammasi aktivga kiradi. Liability bo'lsa majburiyat. Qarzi borki, qanaqangi qarzi bo'lsa, ularning hammasi majburiyatga tushadi. Equity degani shu assetlar va liabilitylarda o'rtasidagi farq. Ya'ni assetlar har doim kattaroq bo'ladi liability va equityga nisbatan. Endi har doim emas, endi liability bo'lib qolishi mumkin, lekin unaqangi kompaniya bo'lmaydi o'zi. A present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Ya'ni iqtisodiy qanaqadir resurs kompaniya tomonidan kontrol qilinadigan. Mana ko'ringlar. Endi liability degani majburiyat eski ishlar oqibatida boshqa ekonomik resursni birovga o'tkazib berishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni men masalan 100 million kredit olyapti, meni kompaniyam 100 million kreditni keyinchalik to'lab berish kerak, bu majburiyat. Yoki masalan bitta mashina sotib olsa, bu aktiv. Uni o'zi kontrol qiladi. Xohlagan odamiga beradi, xohlagan joyiga minib boradi, shu asset.
Liability bo'lsa kelajakda majburiyati bor. Equityga nima kiradi? Ikkovini o'rtasidagi farq. Aksiyalarimiz narxi bo'lishi mumkin. Retained earnings deydi, revaluation surplus deydi, yoki residual interest in the assets of entity. Ya'ni aktivlar aktivlar va liabilitylar o'rtasidagi qolgan qismi kimga tegishli bu desa, bu investorlarga tegishli bo'lgan qism. Right? Income. Income degani foyda. Foyda qanaqa bo'lishi mumkin? Bizda xarajatlarimizda yoki masalan bizda liabilitylarimiz, majburiyatimizni kamayishi yoki aktivlarimiz oshishi bizga income desak bo'ladi. Expense bo'lsa teskarisi. Aktivlarimizni kamayishi va yoki majburiyatlarimiz oshishi, right? Economic resource deyapti. Economic resource nima degani desa, sizga keyinchalik foyda olib kela oladigan, iqtisodiy foyda olib kela oladigan har qanday narsa economic resource. Endi liabilitylar va assetlar kategoriyasi qilsak, assetlarimiz ikki turga bo'linadi: non current assets and current assets. Non current assets degan uzoq muddatli aktivlar. Uzoq muddatli aktivlar qanaqa bo'ladi desa, shu siz uzoq muddat foydalana olasiz bu aktivdan. Nima masalan, ofis bo'lishi mumkin, qanaqadir zavod bo'lishi mumkin bu yoqda. Yoki masalan sizda qanaqadir mashina, ya'ni 1 yildan ortiq foydalana oladiganlarimiz. Current assets bo'ladigan bo'lsa, 1 yil ichida o'sha ishlatib yuborishingiz kerak yoki pulga aylantirib olishingiz kerak bo'lgan aktivlar. Nima bo'lishi mumkin? Debitorka bo'lishi mumkin. Ya'ni birovga qarzga narsa sotgansiz, uni 1 yil ichida yig'ishtirib ola olasiz. Yoki cash bo'lishi mumkin. 1 yil ichida ishlatib yuborasiz. Skladda turgan, omborda turgan tovarlar bo'lishi mumkin. Uni ham 1 yil ichida ishlatib yuboramiz deb qaraymiz, right? Liability'lar ham xuddi shunday, 1 yil ichida to'lab yuborishimiz kerak bo'lganlari current liabilities, uzoq muddatlilar bo'lsa, qarzlarimiz non current liabilitiesga kiradi. Endi test or understanding ishlaydigan bo'lsak, current yoki non current assets va liabilitiesga bo'lyapti. Land and buildings. Land and buildings, ya'ni yer bilan binolar. 1 yil ishlatamizmi? Yo'q, bu non current asset. Receivables, debitorka degani, ya'ni qarzga sotganmiz, bizga to'lanishi kerak bo'lgan pul. Bu current. Nimaga? 1 yilda to'lamay qolishi mumkin. Lekin biz 1 yilda yig'ishtirib ola olamiz deb qaraymiz. 1 yildan o'sha ortiq bo'lmaydi. Cash, naqd pul, bu ham current, 1 yil ichida ishlatib yuboramiz. Loan repayable in 2 years time. Ya'ni loan degani bu kredit desak bo'laveradi biz tilda, yoki qarz. Bu 2 yillik qarz, bu non current liability. Chunki 2 yil ichida to'lashimiz kerak, 1 yilda emas. Payables, kreditorka desak bo'larmikan? O'sha ya'ni biz birovdan kreditga sotib olganmiz tovar va uni pulini to'lab berishimiz kerak bo'lgan, bu current liability. Delivery van, nima desak bo'ladi? Van, o'sha qanaqadir mashina turi. Aniq esimdan chiqib qoldi hozir. Haligi biz delivery uchun qayergadir mahsulot yetkazib berish uchun ishlatamiz. Bu non current asset, chunki uzoq muddatli foydalanamiz. Components and set of financial statements. Financial position gaplashdik. Bir kunda ko'rsatib beradi kompaniyaning aktivlari, majburiyatlari va equity'sini. Aniq bir kunda, on the same day. Yoki o'sha reporting periodning oxirida desak bo'laveradi. Tuzilishi mana birinchi non current assetlar beriladi, keyin current assetlar, keyin total assetslar beriladi, equity and liabilities and current liabilities mana. Xo'sh, nimaga bu yoqda assetlarni totalini beryapmizda, bu yoqda total liabilities and equity beryapmiz desa, bizda shunday qoida bor. Bizda total assets equal liabilities plus equity. Ya'ni bizdagi umumiy aktivlarimizni summasi umumiy majburiyatlarimizga va equity'miz yig'indisiga teng. Equity'ni o'zbekchasini bilmayman. Profit or loss and other comprehensive income deyapti. Profit or loss haqida biz gaplashdik. Ya'ni bizda moliyaviy natija deydigan o'zbek tilida shu. Ya'ni biz qancha daromad qilyapmiz yil davomida va shu daromadimiz nimalarga ishlatyapmiz. Tuzilishi shunday bo'ladi. Revenuedan boshlanib, sekin oxirida other comprehensive income ga revaluation surplus kiradi. Bu haqda ham hali gaplashamiz. Changes in equity. Changes in equity ga savol tushmaydi deb o'ylamanglar, tushib qolar ekan, chunki biz
kirgan imtihondagi 4 tushib qolgan, keyin juda ham past balo olib chiqqan. Ko'rinishi shunaqa. Va bu haqda ham hali ancha gaplashamiz, xudo xolasa. Cash flows endi ko'rinadi bu deyapti. Important accounting principles and concepts. Materiality degan bizda konsept bor. Materiality degani sen hamma informatsiyani berishing kerak. Yoki eng muhim informatsiyalar tashlanib ketmasligi kerak. Material qanaqa informatsiya bo'lishi mumkin degani, agar biz shu informatsiyani bermasak, bu shu bizni financial statementlarimizdan foydalanayotgan odamlarda qarorlarga ta'sir qiladi. Va shunda bu materiality bo'ladi. Substance over form. Ya'ni bu mana substance degani over form degani. Substance ya'ni bizda bor narsa, substance ko'rinishi yozilgan narsadan muhim. Ya'ni sen o'zingdagi bor narsani borligicha aytishing kerak deydimi? Haligi legal qonuniy jihatdan emas, sen ekonomik jihatdan qarashing kerak deydi. Bu haqda hali gaplashamiz. Bu eslaringda qolsin. Going concern degan nima degani? Concern o'zi nima uchun bunaqa deb atalgan deb qarasak ham bo'laveradi. Materiality degani o'zi masalan material, qanaqadir kattalik degan ma'noda va tushirib qolsa shu tushirib qoldirilishi gaplashda qarorlarga ta'sir qiladi. Substance over form, mana substance ustun shu forumdan yozilgan narsadan. Bu haqda hozir misol keltirsam tushunmay qolishlari mumkin. Keyinchalik men yaxshilab tushuntirib beraman. Going concern degani biz keyingi 12 oyda kompaniyamiz faoliyatini to'xtatib qolmaydi degan assumption orqali hisobotlar tuzamiz. Ya'ni men ishlayotgan kompaniya yoki men hisobotni tuzayotgan kompaniya keyingi 12 yillikda ham sizlarga hali xizmat qiladi. Keyingi 12 oyda ham sizlarga xizmat qiladi degan assumption, ya'ni nima deydi? Taxmin orqali hisobot tuzishimiz. The business entity concept. Business entity concept degani biz haligida ko'rgandik, sole traderlar bilan partnershiplar bitta inson sifatida, bitta biznes entity sifatida qaraladi dedik. Lekin shu business entity konsept bo'yicha ular ikki xil. Ya'ni biz ularni ajratamiz. Biznes egasi va biznesda o'zi alohida-alohidadir. Accrual accounting degani masalan bo'lishi mumkin, biz gaplashdik, nima dedik? Mahsulotimiz payti kelsa kreditga sotib olishimiz mumkin yoki kreditga biz o'zimiz ham narsa sotib olishimiz mumkin. Ya'ni xarajatlar va daromad pul kelganda yoki chiqib ketganda emas, o'sha sodir bo'lgan vaqtda yozilishi kerak. Tushunarlimi? Yoki masalan shu davrda daromadi va xarajati shu davr uchun, keyingi davrga o'tib ketmasligi kerak degani accrual accounting. Prudence degani o'zi aylis o'qigan bo'lsalaring yoki ingliz tili kuchlilar biladi. Prudence degani haligi nima desa bo'ladi? Ehtiyotkorlik deganida. Ehtiyotkorlik, nimada ehtiyotkorlik desa, sen o'zingda aktivlaringda oversight qilma, bo'rttirib yorma deydi. Yoki liabilitylaringga past nazar bilan qarama deydi. Bu haqda ham hali gaplashamiz. Shu narsa, ya'ni sen o'zingda aktivlaring ko'p ko'rsatma, majburiyatlaringni ham kam ko'rsatma degan. Consistency degani sen bu yil xarajatni yozayotgan narsangni keyingi yilga ham va undan keyingi yillarda ham xarajatni ko'rsatishing kerak. Agar IFRS standart sendan o'zgartirishni talab qilmasa. Ya'ni men bu yil masalan reklamamda operativniy xarajatimni ichida ko'rsatsam, keyingi yilga ham shu operativ xarajat sifatida ko'rsatishim kerak degan. Offsetting degani, offsetting is net of transaction balance which results in recording only the net effect of those transaction and balances. This reduces information available to the users and financial information. Yani offsetting subject to full limit except the gross or full amount effect of should be recorded and presented in financial statement. Ya'ni buni ham joylari kelib qoladi. Masalan nima? Bizda inventoryni hisoblash uchun yoki masalan hali receivables haqida gaplashganimizda keladi. Offsetting degani biz ikkita narsa orqali masalan bir-birini yeb ketadigan joylar bo'lib qoladi. Shu yeb ketadigan joyda oxiridagi natijani ko'rsatishimiz kerak. Biz maydalamasligimiz kerak. Ma'lumotni ko'paytirmasligimiz kerak. Duality degani har bir tranzaksiyani ikkita effekti bor. Masalan, oddiy nimadan hisoblaydigan bo'lsak, siz agar iPhone'da kreditga olsangiz, sizda aktivingiz ko'payyapti. Ya'ni telefoningiz ko'payyapti, telefonli bo'lib qolyapsiz, aktivli, lekin bu yoqda majburiyatingiz ham bo'lyapti. Ya'ni har bitta tranzaksiyani yo aniq aktivingga ta'siri bo'ladi
Bu tomondan bo'ladigan bo'lsa, yo seni majburiyating yoki equity'ngga ta'sir qiladi degan. Historical cost and current value. Asosan moliyaviy hisobotlar eski o'sha paytdagi narx bo'yicha yuritiladi va current value fair value'ga nisbatan hozirgi qiymatiga nisbatan yo oshirilib yoki tushirilib borishi mumkin. Bu nimaga kerak desa sizda xarajatlaringizda yoki boshqa tranzaksiyalarni overstate yoki understate qilib qo'ymaslik uchun kerak bo'ladi. Shu bilan birinchi mavzumiz tugadi va keyin regulatory framework haqida deyapti. Ha, bu hammaga xayr. Endi ikkinchi dars haqida yozishga o'tamiz. Vazifalarni men o'zim kanalga tashlab qo'yaman.